Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda biz mana bu brokerdan qanday qilib $30 bonus olishni ko'rib chiqamiz. Ushbu brokerdan ro'yxatdan o'tish uchun havolani men video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Hamda do'stlar, mana shu brokerni tanlaganligim uchun bu sababi ham bor. Ya'ni birinchi depozitga misol uchun 15% gacha bonus beradi ekan. Misol uchun $1000 pul kiritadigan bo'lsangiz, bu $1150 bo'lib misol uchun tushadi va biz bemalol savdo qilib olib pulimizni ko'paytirib chiqarib olsak bo'ladi. Nachat сейчас degan tugmani bosamiz va qarang. Bu yerda ro'yxatdan o'tib olish uchun birinchi qatorga ismimizni, familiyamizni va email pochtamizni va telefon raqamini kiritamiz. Do'stlar, $30 bonus olish uchun biz kod yozishimiz kerak. Ya'ni mana bu tugmani bosasiz. Va bu yerda misol uchun kodni men video tagida qoldiraman. Mana shu kodni yozadigan bo'lsalaringiz, sizlar $30 bonus olasizlar. Agar yozmaydigan bo'lsangiz, unda sizlarga bonus bermaydi. Kodni kiritib, открыть счет degan tugmani bosib, ro'yxatdan o'tib olasiz. Do'stlar, mana biz ro'yxatdan ham o'tib oldik. Ro'yxatdan o'tib olgandan so'ng sizlarda ham mana shunaqa tartibda yozuv chiqadi. Mana keyinchalik bosamiz va qarang. Bu yerda aytib o'tyaptiki, mana bonus, ya'ni 15% gacha bonus olsak bo'ladi. Ya'ni bu misol uchun 48 soatdan keyin tugaydi. Ya'ni ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng, ya'ni 2 kun ichida misol uchun pul kiritadigan bo'lsangiz, 15% gacha bonus olsangiz bo'ladi. Va misol uchun agar $2000 kiritadigan bo'lsangiz, $2300 bo'lib tushadi. Buni bemalol savdo qilib ko'paytirsangiz bo'ladi. Keyinchalik bosamiz va qarang. Depozit qo'ying va savdo boshlang deyapti. Mana shaxsiy maydonga o'ting degan tugmani bosib, hozir shaxsiy kabinetga o'tamiz. Va do'stlar, mana biz olib o'tadi. Olib o'tgandan so'ng qarang, bu yerda misol uchun ma'lumotlarni ko'rsak bo'ladi. Mana ikki faktorli afkansiyani yoqib qo'ysak bo'ladi. Buni yoqib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Hamda mana shaxsni tasdiqlash uchun misol uchun pasport yoki ID kartalaringizni misol uchun qo'shib qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana qo'shish degan tugmani bosib, hozir qo'shishda ham ko'rib chiqamiz. Va do'stlar, mana bu birinchisini bosamiz va bosgandan so'ng hozir do'stlar, bizda mana bunday bo'limga olib o'tadi. Ya'ni olib o'tgan paytda biz buni skaner qilishimiz kerak bo'ladi yoki skaner qilmasangiz, misol uchun bitta telefon bo'ladigan bo'lsa, mana bu pastdagi havolani nusxalab olasiz. Nusxalab olgandan so'ng biz Google dan mana shu havolani qidirtirishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, ya'ni mana shunday tartibda yozasiz mana Google ga va qidirtirish tugmasini bosasiz va bizda mana bunday bo'limga olib o'tadi. Mana shu bo'limdan biz hozir mana bir marta yangilab yuboramiz saytda. Do'stlar, ya'ni mana bu yerdan biz ya'ni pasportimizda mana shu ya'ni rasmi bor qismini misol uchun skaner qilishimiz kerak bo'ladi. Skaner qilish uchun mana bu tugmani bosib, hozir skaner qilib olasizlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pasport ma'lumotlarini tasdiqlaganimizdan so'ng bizda mana bunday bo'lim ochiladi va biz keyin hisobimizni to'ldirib olsak bo'ladi. Bu yerda hisobni to'ldirish uchun mana hisob to'ldiring degan tugmani bosib, to'ldirib ham olsalaringiz bo'ladi. Hisob to'ldirish haqida ham hozir qisqacha ma'lumotlar berib boraman. Qarang do'stlar, bu yerda hisob to'ldirib olishimiz uchun bu yerda mana Uzcard Humo orqali ham to'ldirib olsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana Uzcard Humo, ya'ni o'rtacha kutish vaqti 15 minutdan 30 minutgacha ekan. Bu yerda mana komissiya 0%, bu yerda cheklov, ya'ni birinchisi misol uchun $5 dan $300 gacha misol uchun pul kiritsa bo'ladi. Ikkinchisini ko'rasiz, bu yerda mana $10 dan $1400 gacha misol uchun ko'proq pul kiritaman desangiz, mana shu ikkinchisini tanlab qoldirib, Uzcard yoki Humo karta orqali bemalol sarmoya kiritsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyingi etapga o'tamiz. Ya'ni bu yerda biz misol uchun hisobimizda, ya'ni MetaTraderga ulashimiz kerak bo'ladi. Qarang. Bu yerda MetaTraderga ulash uchun mana MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5 ga ulab olsak bo'ladi. Bu yerda aytib o'tyapti. Mana mobil ilovani bosamiz va Google Play da bosamiz va hozir bizda MetaTrader 5 ga olib o'tish kerak. Do'stlar, bizda mana shu programmaga olib o'tdi. Olib o'tgandan so'ng qarang. Bu yerda mana savdo degan bo'lim bor. Savdo degan bo'limga bosamiz va qarang, bu yerda mana MetaTrader 5 ga o'tish uchun mana qabul qiling degan tugmani bosasizlar. Bosganlaringizdan so'ng bu yerda misol uchun login parollaringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ya'ni login parollaringizni yozib olasiz. Ya'ni mana shu saytdagi login parollaringizni yozib kiritib olasizlar.
Do'stlar, sizlar mana bu email, ya'ni login parollarni sizlar o'zlaringizni email pochtalaringizga xabar borgan bo'ladi. Shu email pochtadan shu login parollaringizni yozib, mana ulash degan tugmani bosib ulab olasiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni login parolni email pochtaga borgan bo'ladi. Email pochtadan olib bemalol ulab olasiz. Endi mana MetaTrader 5 ga ulandi. Ulangandan so'ng mana bu yerda misol uchun biz bemalol savdo qilsak bo'ladi mana. Savdo qilish uchun mana savdo bo'limiga o'tib olib, xohlaganda savdo qilib olsak bo'ladi. Albatta buni ko'rib chiqib, sizlar degan umiddaman. Keyin do'stlar, qarang, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yerda biz standart hisob ham ochishimiz kerak bo'ladi. Mana standart hisoblar ham ochib olasizlar mana. Bu yerda hisoblaringizni ochib olasizlar. Endi qarang, bu yerda hisoblaringizni ham to'ldirib olsangiz bo'ladi. To'ldirish degan tugmani bosib to'ldirib olasizlar va hamda o'tkazma degan ham bo'lim bor. Mana pul chiqarish ham bo'lim bor. Keyin mana shu joyda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni Copy Trading bo'limi ham bor. Shu Copy Trading bo'limida ham sizlar misol uchun bemalol mashhur tradinglarning savdosini nusxalab olib savdo qilsangiz bo'ladi. Ya'ni do'stlar, mana Copy Trading degan bo'lim bor. Copy Trading degan bo'limga kirib olasizlar va hozir buni ham bir qisqacharoq video obzor qilaman. Do'stlar, mana Copy Trading degan bo'limga kirib oldik. Qarang. Bu yerda investor yoki trading tanlab qoldirib kirasizlar. Bu yerda misol uchun ko'rishingiz mumkin. Mana Copy Tradingda hozirda misol uchun mana bu investorning natijasi mana statistikasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana hammasini ko'rib olib tanishib chiqasizlar. Shunaqa tartibda misol uchun bemalol ro'yxatdan o'tib olib, xohlasangiz Copy Tradingda ham ishlasangiz bo'ladi. Hammaga omad.